Masjidun Nabaviy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlari Madinada sakinat bor degani. Mana shu bo'ladi, mana bolajonlar suvda ichishyapti. Soat 3 da, hozir 12 bo'ldi. Tahajjud namozi 3 da, keyin bomdod inshaalloh. Madinani sakinati shu bo'ladi. Mana bolajonlar yurishibdi. İnsonni qanaqa g'am tashvishi, dardi bo'lsa, muammosi bo'lsa, shu joylarga kelganda Alloh qalbiga xotirjamlik, sakinat solib qo'yar ekan o'zi. Subhanalloh. Alloh insonni, bandasini xotirjam qilib qo'yar ekan shu joylarda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlar, duolar qilgan joylari bitdi. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Madinani sakinati shu bo'ladi. Alloh xotirjam qilib qo'yadi. Alloh xotirjam qilib qo'yadi o'zi. Ana bolajonlar turib olib suv ichishyapti. Voy yetmayapti bolajon. Masjidga mehri bor hozirdan, yoshligidan mana. Solihalardan qilsin Alloh farzandlarimizdan, zurriyotlarimizdan. Bular arab bolalar ekan. Oyog'im sal og'rigandek bo'ldi aka dedi. Alloh shifo bersin. O'tib ketadi, menda bundan battari bo'lgan dedi. Duo qilaman seni, jigarim deyapti. Yaxshi bo'lib ketasan, xotirjam bo'l deyapti. Ana kuni barmog'imni urib oldim deyapti. Bir kunda tuzalib ketdi, yaxshi bo'lib ketdim deyapti. Quloqqa tepmayin deyapti bu. Yo'q dedi. Bolajonlar. Subhanallah. Tabarakallah. Maşallah, tabarakallah. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.